Amerikada $1 million gacha qilinadigan operatsiya endi O'zbekistonda davlat tomonidan bepul qilinadi. 5 yoshli bemorimiz o'tkir leykoz tashxisi qo'yilgan, kasallik afsuski qaytalangandan keyin bemorimizga suyak allogen transplantatsiyasi ko'rsatmasi tavsiya etilgan. Bu muolaja O'zbekistonda birinchi marta Bolalar milliy tibbiyot markazida amalga oshirildi. Muolaja to'liq davlat tomonidan qoplandi xarajatlari. Bemorimiz uchun bugun juda ham xursandchilik kun. Bemorimiz shifoxonadan sog'lom holatda chiqib ketmoqda. Hozirgi kunda bu muolaja bizning markazimizda tibbiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtiriladi va davlat tomonidan qoplab beriladi xarajatlar. Hozirgi vaqtda bemorlarimiz chet davlatlarga chiqishi shart emas. Bu muolajani O'zbekistonda bajarish imkoniyati bor. Biz hozir bolalar milliy tibbiyot markaziga mana qariyb 2 yildan oshiq vaqt davomida 40 dan oshiq bemordan suyak transplantatsiyasi o'tkazdik. Aynan hozir bu bemor chaqirganmiz, nimagaki bu ham O'zbekistonda birinchi marta o'sha leykozni mieloid turida qilingan suyak transplantatsiyasi. Ya'ni bu bemorimizni почти 2 oylar oldin transplantatsiya qilganmiz. Hozir bir qator asoratlar kuzatildi. Asoratlar bo'lish kerak bo'lgan asoratlar, barcha asoratlardan bemor yaxshi chiqqan. Bu amaliyotni O'zbekistonga tatbiq qilish uchun o'sha Germaniyadagi ustozlarimiz bilan hamkorlikda Hindistondagi shu Bangalore center bor, suyak transplantatsiya centri, ular bilan hamkorlikda. 2 yildan beri bormagan joyimiz qolmadi. Rosa davolatdik. Butun O'rta Osiyoda juda katta muammo bo'lib turgan edi. Mana shu shifoxonada shifo berishga sababchi bo'lgan mana shu shifokorlarimiz nihoyatda jonkuyar, nihoyatda xushmuomala, jasorat desam bo'ladi bu ishda. Iloyim mana shu shifokorlarimizga Alloh taolo ilmlarini ziyoda qilsin, kasb-korlarga baraka bersin.